Bugun sizlar bilan tonalkalarimiz haqida gaplashamiz. Tonalka tanlaganingizda 3 ta narsaga ahamiyat bering. Yoshingizga, yuz turingizga hamda yuzingizni rangiga. Bu narsalar nima uchun kerak? Yoshingizga mos tushadigan tonalkani tanlashingiz bu erta qarishingizni oldini oladi. Ya'ni yuzingizga yoqimsiz ajinlar tez tushishini oldini oladi. Va ikkinchisi yuz turingizni tanlashingiz. Surgan tonalkangiz yuzingizga o'zingiz xohlagandek yoqmaydigan nuqsonlaringizni berkitib, chiroyli bo'lib yopishiga yordam beradi. Uchinchisi bu rangingizga to'g'ri tushilgan tonalka tanangiz bilan yuzingizni ajralib qolmasligiga sababchi bo'ladi. Faberlic kompaniyasining tonalkalari kislorodniy tonalkalar bo'lib hisoblanadi. Boshqa kompaniyaning tonalkalariga nisbatan kislorodniyligi bilan ajralib farq qilib turadi. Faberlic kompaniyasining tonalkalari kislorodniy bo'lgandan keyin yuzingiz nafas olib turadi bu tonalkalar bilan. Sizning yuzingiz nafas olgandan keyin bu yuzingiz sizga o'zini yoqimli iforini, ya'ni yoqimli go'zalligini doimo taratib turadi. Go'zalligingizni o'zingizda saqlab qoling va to'g'ri tanlov qiling.